Ko'zlaringizni yuming. Shunchaki o'zingiz bilan bo'ling. ikki ming yigirma beshinchi yil. Qarang atrofingizga. Kimlar bor? O'ng tomoningizga qarang. Chap tomoningizga qarang. Orqaga qarang. Oldingizga qarang. Kimlar bor? Kimlarni qurshovidasiz? Har bir atrofingizdagilarni o'rniga qarang. Har bir insonni o'z o'rni bor hayotingizda. Yaxshisini ham, o'sha sizga yoqmayotgan yomonini ham qandaydir hayotida o'rni bor. Shunchaki ularni kuzating. Atrofingizdagilarga qarangda, kuzating. Va siz bilan kelajakka sayohat qilamiz. 2035 yil. Ha, siz 2035 yilda turibsiz. Endi qarang. O'ng tomoningizga qarang. Kimlar bor? Chap tomoningizga qarang. Kimlar bor? Ortingizga qarang. Kimlar bor? Oldingizga qarang. Kimlar bor? Siz kimlar qurshovidasiz? Qayerdasiz? Qay holatdasiz? Necha yoshdasiz? Nimalarni topgansiz? Kimlarni yo'qotgansiz? Qarang shunchaki. Kuzating atrofingizni. Va biz yana davom etamiz. ikki ming qirq beshinchi yil. Siz to'g'ri eshitdingiz. 2045 yildasiz. Qarang atrofingizga. Kimlar bor? Qarang qay holatdasiz? Ha, o'sha siz kutgan maqsadlar, siz orzu qilgan xayollar balki hayotingizda bordir u payt. Lekin qarang, kimlar qolgan? O'ng tomoningizga qarang, kimlar bor?
chap tomoningizga qarang, kimlar bor? Ortingizga qarang, kimlar turibdi? Kimlar bilansiz? Oldingizga qarang, kimlar bilansiz? Ha, o'sha davrda sizga yoqmagan, siz aziyat chekkan insonlar balki yo'qdir. Ammo o'sha yo'qlik ham sizni qiynaydi. Bilasizki, ularni ham sizni hayotingizda qandaydir o'rnichasi bor edi. Shular bilan hayot qiziqroq edi. Qarang, necha yoshdasiz? Qay holatdasiz? Kimlar atrofingizda qolgan-u, kimlar yo'q? Shu vaqtgacha yugurib, yelib, faqat orzu, faqat maqsad, faqat havas ortidan yugurib, shu yergacha kelib qolgansiz. Nimalarni o'tkazib yubordingiz? Qarangchi, nimalarni o'tkazib yuboribsiz? Nimalarga e'tibor kam beribsiz? Qarangchi, nimalardan yutqazishingiz mumkin? Agar vaqt ortga qaytganida nimalarni to'g'rilagan bo'lardingiz? Nimalarni boshqatdan qilgan bo'lardingiz? Ha, vaqt yana bir bor siz uchun ortga 2025-yilga qaytdi. Va siz shu imkoniyatdan foydalaning. Xulosa o'zingizdan. Sizni psixologingiz Nilufar Ikramjonovna.